Mahkam xushdagi yangradi va qora sariq yo'l chiziqli libosda bugun harakat qiladigan Lochin jamoasi o'yinni boshlab berdi ekraningizning chap tomonidan. Natijalar bevosita bu uchrashuv bilan ham bog'liq bo'ladi. Hozir aytganimizdek, jamoada baravarga imkoniyat bor. G'azalkent allaqachon masalani hal qilgan. Saidovning uzatmasi uncha noaniq, darvozaning ortiga o'tib ketgan. Menimcha burchak to'pi. Darvozabon to'pni urib yuborgan. Rikoshet Abdurahmonov yutib berdi. Yana uning o'ziga pas ulguradi. Zarba bor va gol ham bor. O'tkir burchakdan hozir maydon egalari hisobni ochmoqda. Biroz avval raqiblarini yo'lidan chiqarib tashlagan Abdurahmonov hisobni ochyapti. Markazda kim to'pni yo'qotdi va uzatma amalga oshiradi deb o'yladi. To'p esa darvozaga qarab ketdi. Mana, e'tibor bering. Rahimov. Akmal Rahimov bemalol kamida golning 70%ni o'ziga yozib qo'ysa bo'laveradi. Dinamoga. Yoki Lochin hali taslim bo'lmasa kerak albatta. Mavlonov xato, darvozabon to'pni qaytardi. Darvoza bo'sh, keyingischa uzoqlashtirilmoqda. Mavlonov ancha kuchsiz uzatmani amalga oshirganda o'z navbatida ana xato. Anvar Hojimirzayev o'tkazib yuboradi. Zarba berish mumkin. Zarba Rahimovdan seyv. Abdurahmonovga ikkinchi zarbani darvozabon bilan yakkama-yakka holatda tepishga qo'yib berishdi shunchaki. Lochin himoyachilari e'tiroz bildiryapti. Saidov, Qasinov, Anvar Hojimirzayev markazda bir o'zi darvozabon bilan yakkama-yakka vaziyatda zarba beradi va hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirib qo'yadi. Anvar Hojimirzayev. Aytdim, uni mana bunday o'tkazib yuborish qimmatga tushadi mehmonlar uchun deb. Unga bo'lgan pas ham umuman ideal bo'ldi. E'tibor bering, To'xtasinovdan pas. Mana Abduvaitov maydon markazida yuribdi. E'tibor bering, Mavlonov-ku chap qanotdagi Obloqo'lovni qo'riqlayotgandi. Ancha harakat qilsa ham Anvarni tezlikda qo'yib yeta olmadi. Birinchi taym yakunlanayotgan bir vaqtda jarohat olgan To'xtasinov. Saidov. Zarba Saidovdan xavfli chiqdi. To'p sho'ng'ida, ammo aniq bormadi darvozaga. 0-2 hisob qayd etilyapti. Lokomotiv o'z uyida G'azalkentni qabul qilmoqda. G'azalkent allaqachon playoff masalasini hal qilgan. Dembele Qodirqulov uzatmani amalga oshirdi. Abdurahmonov yana uning o'ziga markazda bo'sh hozir zarba berish mumkin. Pas, zarba va gol. Juda oddiy va oson. Anvar Hojimirzayev dubl qayd etyapti 51-daqiqada. O'zgarishni baravariga amalga oshirganligi juda oddiy. Hojimirzayevni Abduvaitov qo'riqlay olmayapti. Sanjar Qodirqulov esa to'xtab, aylanib, bemalol bir qarab oldi. Mana ko'rdi, bildi, chalg'itdi. Termatovni ham, Abduvaitov ham qo'riqlay olmadi va bo'sh darvozaga. Dinamo chiqadiga. Qo'dayevga ikkinchi yo'llanma bilan Rasulov to'xtadi. Uzatma, Oqtoyevning zarbasi. Anvar Hojimirzayev ochildi. Qodirqulov o'ngga qoldiradi. Yana bir uzatma. Hojimirzayev zarba. Ozgina qolganda biz 4-golni ko'rardik. Oybek O'rmonjon zo'r uzatma amalga oshirgandi. Himoyachilar ham qarshilik ko'rsata olishmadi.
Qalaq berib yubordi hozir jamoadoshi unga. Yordam berish o'rniga qaytanga. Ketdi. Anvar Hojimirzayev chap qanotda ikki Dinamo vakili bor. Hojimirzayev uzatmani amal. Mayli, davom etamiz. Oqtoyev. O'yin qanot Saidov tanlandi. Saidov nima qiladi, boryapti. Aldamoqchi, to'pni oldirib qo'ydi Saidov. U qaytarib oldi Oqtoyev. U ham oldirdi. Hasanovning zarbasi. Qanday zarba? Qaytgan to'pga zarba esa darvozabonniki. Javohir Hasanov. Ko'ramiz. Zarbani. O'zlikka qarab ketayotganda to'p. Juda kuchli zarba. Nemanov. Darvoza to'siniga tekkan ekan to'p. Ko'p ehtimol qaytara olmasdi. Ketdi Elbek Otaqulov. Oddiy vaziyatda to'pni oldirib qo'ymoqda Otaqulov. Qarshi hujum. Ketdi Dinamo. Markaz ketdi. Agar ofsayd bo'lmasa Anvar Hojimirzayev aldaydimi? Zarba beradi va hat-trick. Anvar Hojimirzayev. Biz buni kutgandik, buni his qilgandik bo'lishini, hamma shunga qarab ketayotgandi. Jamoa sardorining yo'qotishi qaysidir ma'noda Ochinning bugun umuman o'yini chiqmadi. Anvarjon Hojimirzayev. Hat-trick muallifi. 4-0 Dinamo. Sardor Bekmurodov uzatma amalga oshirib beradi. Qaytarilmoqda to'p. Zarba ko'ramizmi? Elbek Otaqulov. Xavfli o'yin namoyish etdi, ammo qarshi hujum ketdi. Anvar Hojimirzayev. Poker ko'ramizmi? Anvar Hojimirzayev uzatma amalga oshirmoqchi, xohladi buni, ammo qaytarilmoqda so'nggi pallada. Keyingisicha. Zarba bor, noaniq. Hojimirzayev umuman qizg'anmayapti bugun. Anvar Hojimirzayev pokermi? Pas berdi. Rahimov qaytaryapti. Keyingisicha bo'sh darvozaga noaniq zarba yo'llayapti. Chaynab berganda, yish qolgandi faqat. E'tibor bering. Birinchi zarba. Rahimov qaytardi. Ikkinchisini esa Abdulahadjon Hoshimov. Jahongirbek Abdusalomov yo'llagandi mana bu Rahimov. Saif amalga oshirgan vaziyatda zarbani Islat Xalilovga. Uzatma amalga oshirilmadi. Abdurahmonov to'pni oldirib qo'ydi. Qarshi hujum. Mehmonlar. Yaxshi pas bo'ldi. Zarba ham bor, gol ham bor. To'rt-bir. Lochin. Alizod To'xtayev. Amalga oshirganga o'xshaydi. Anvar Hojimirzayevning zarbasini birga bir vaziyatda qaytargan ekan. Hujum. Pas bor, qaytarildi. 88-daqiqa. Qarshi hujum ketdi. Hasanov oldinga tashladi to'pni, o'zi o'tib ketadi. Hasanov boryapti oldinda. Uzatma yaxshi, zarba berish mumkin. Zarba va gol. 4-2 hisob. Qisqarmoqda. Alizod To'xtayev. Zaxirada Javohirni saqlayotgan ekan. Eldor Mayliyev o'yinga qo'shildi. Hasanovni-ku bilamiz. Uni avval ham ko'rganmiz. Mana bunday uzatmalarni-yu aldab o'tishlarini, lekin Alizod To'xtayev. Eldor Mayliyev. Agar jamoa keyingi o'yinda play-offga chiqa olmasa-da, Pro Liga bahslarida iltimosini asosiy tarkibda o'yinga tushiradi. Mana zarba. Pokerga qarab ketyapti.
Hojimirzayev emas. Ilbek Otaqulov, Rasulov. Sherali Rasulov to'pni oldirib qo'yishdi. O'ng qanotdan hujum davom etadi. Dinamoda uzatma bor, zarba bor. Rahimov. Yana bir seyf. Zarbani qaytarmadi-yu, ammo sevgi yo'qsa bo'ladi bemalol. Bu harakatni. Qarshi hujum. Ko'p gol urishga kirishib ketgan yana bir zarba Sherali Rasulovdan. Dinamo 2 ta golni o'tkazib yubordi qarshi hujumdan. Rasulovning zarbasi umuman noaniq. Hasanov markazga o'zi boryapti, uzatmani amalga oshirdi, ammo noaniq. Anvar Hojimirzayev darvozabonni aldab o'tadi va darvozabon hozir qizil kartochka bilanmi? Xuddi shunday. Rahimov ortishga hojat yo'q. Agar ofsayd rostdan ham bo'lmagan bo'lsa, qoida buzilishadi. Poker tomon ketayotganda mana qo'lini ko'targan ekan. Shermatov kim darvozadan o'rin oladi? Javohir Hasanov. Shermatov tepib beradi to'pni. Hakam qushdaga yangradi. Qizil kartochka Anvar Hojimirzayev, hat-trick, Abdurahmonovning goli. Rahimov zaxiraga qizil kartochka olgani, darvozaga Hasanov turgani, voqealar umuman chigallashib, hammasi alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Yakuniy hisob 4-2